Assalomu alaykum janob mer. Ha, va alaykum, keldingmi? Bu nima? Ha, rassomchilikni boshladim. Rassom bo'lmoqchimisiz janob mer? Ha, shunaqa. Короче, tak dahshat ideyalar bor, o'sha ideyalar qilmoqchiman. Menga короче chizishim uchun zo'r tabiatlar, zo'r narsalar topib berishing kerak. Bo'ldi, gap yo'q, topish kerak bo'lsa faqat sal vaqt kerak-da, bratan. Ha, bo'ldi, borib izlagin. Zo'r chiroyli joylarni topgin, men borib rasm chizaman. Bo'ldi, gap yo'q. Ha, bo'pti, sog' bo'l. Короче, janob merlik joy ketaydi. Endi men rassom bo'lib olasan. Yaxshi, endi joy topish kerak. Qayerdan topaman, qanaqa joy topaman bilmadim. Janob mer uchun endi men fakelda rasm chizsach, yo'q, bo'lmaydi. Fakel xuning narsa. U eski uyda chizish kerak, chunki juda ham har xil rangli narsalari bor, yo'q. U ham bu jitil chizsam ekan, janob mer. Mana bratan kimchi? Mana shu bratan chizish kerak deyman. Mana bu yoqda ham bitta bor ekan. Kim ekan bu? Hozir borib ko'ramiz qani. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshimisan yigitchi? Rahmat, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi. Ana u filmi? Fil. Men fil boqarman. Fil boqar? Fil boqar. Fillarni boqib yurman, ko'rmayapsanmi? Ana orqangizdagi bratan fil boqarmi? Yo'q, u jirafa boqar. Qani jirafasi? Qishloqdan narigi tomoniga ketgandi. Rostammi? Rostdan. Nima urasan, jinni o'qiyamsan? Men ko'zimga qarab gapiring, nima oyoqqa bu yoqqa qarab gapiraverasiz? Bizga mumkin emas. Nimaga mumkin emas? Chunki sen tanimayman. Meni tanib oling, men qishloqdagi eng mashhur youtuber Jo'xaman. Rostdanmi? Ana ko'zimga qaradingiz, ko'rdingizmi? Bu fil tegmaydimi? Menimcha yaqinlashmaganing ma'qul, chunki u juda ham asabdor va jahldor. Yaxshi. Bu dumini, dumas-ku, bu xartum deyiladi. Xartumini ko'taryapti, lekin bu cho'ta menga qarab, tegin, qochish kerak, bu teginadiga o'xshayapti, bratan. O'shaning uchun yaqinlashmay qolganing ma'qul. Mayli, yaqinlashmayman, lekin qarang-da, bratan. Jirafa qayerda dedingiz? Jirafa qishloqdan narigi tomonda, ya'ni bizga tomon emas. Hozir biz g'arb tomonga turgan bo'lsak, jirafa sharq tomonda. Ana u cho'poni qaniydi, ana u jirafa boqar deganingiz? U menimcha jirafasini qidirib yuribdi. Hozir qayoqqa ketgani menga qorong'u. Lekin kunduz kuni qanaqasiga qorong'u bo'ladi sizga? Meni ko'zim qorong'u ko'radi-da. Tushunarli. Lekin jirafa rostdan ham bormi? Bor. Tushunarli. Bo'pti, hozir men unda borib ko'rib kelaman. Bo'pti, borsang boraver. Mana shu tomonda dedi janob, ya'ni bu tomon sharq, biz tomon turibdi, nima deyapman. Lekin bitta cho'tki deb keldim akalamga. Ana janob mer chizish uchun mana shu jirafa bilan fillar chizsa bo'ladi, lekin takoy ideya qildim. Hozir qayerda ekan ham jirafa? Hozir ko'rganday bo'ldim. Ana yoqda ko'ryapsizmi? Daraxt ichidan ko'rdim. Men o'zi Jo'xa burgut ko'z deyishadi. Tug'ma burgut ko'zman. Ko'rib qoldim. Ko'ryapsizlar, bratanlar. O'sha meni bilgan sezgan sezdi. Bratan, assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshi? Tepaga qarab qo'ygan, brat. Quyoshga qarayapsiz, bratan. Ko'zga ehtiyot qiling, lekin. Nima? Raqsga tushyaptimi? U meni raqs bilan kutib oldim, bratan. Bratan, bo'yi namuncha o'zi meni bir 8 tamchi keladigan bo'yi bor ekan. Bo'yini enkaytirmasmikan? Bilmadim. Teginmasmikan ursam agar? Yo'q, urmaymiz. Hayvonni urish mumkin emas. Buni nima qilsam ekan, yurmayapti-ku bu. Ortimdan kelmaymikan? Yo'q, buni hozir nimadir qilish kerak-da. Короче, hozir itarib ham bo'lmaydi buni, qaranglar. Kuchim yetmaydi buni itarib borishga. Mana yoqqa olib boraman, janob merga rasm chizdiraman, короче. Takoy hayvonlar bor ekan. O dumini qaranglar, shu dumiga osilib olaymi? Menga osilma deyapti, shekilli kallasini engaytir. Ta'zim qilyapti, nima qilyapti? Rostdan ham takoy harakatlar qilyapti. Teginmas ekan. Yuvosh hayvoncha, молодец, juda ham chiroylisan, молодец gap yo'q. Bu o't bersa yermiki? Yana raqsga tushyapti shekilli. Qo'shiq aytayotganim yo'q, men senga qo'shiq aytib beraymi yoki? Hozir qo'shiq topib olay. Tulpor belida egar. Bu tulpor emas-da, qizig'i. Bu jirafa deb qo'shiq aytolmayman, chunki jirafa mos kelmaydi. Qofiyaga tushish kerak. Mayli, hozir borib, короче, janob merga aytaman, mana shu jirafa bilan filni rasmini chizsangiz bo'ladimi deyman, yoki ha deydi, yoki yo'q deydi. Iloji boricha ha deyishini xohlardim, chunki rostdan mana chiroyli kartinkalar qilsa bo'ladi mana ulardan. Lekin hayvonlarni va jonli narsalar rasmini chizish yaxshi ish emas. O'shaning uchun yoki chizmasmikan? Mayli, aytib ko'raman. Endi janob mer birinchi marta chizyapti, o'xshatmaydi, baribir o'xshatib chiza olmaydi. O'shanga chizaversin, indamaymiz. Fil turibdi ekan, yaxshi. Janob mer, siz uchun cho'tki narsa topib qo'ydim. Nima narsa? Короче, qishloqda bitta fil bilan bitta jirafa paydo bo'lib qopti. Qayerdan kelibdi? Короче, ikkita boqar odam bor ekan, fil boqar, jirafa boqar degan. O'shalar olib kelibdi. O'shalar rasm chizib ko'rasizmi bir? Bo'ldi, chizamiz, olib kel faqat.
Qanaqasiga olib kelaman? Bilmadim, nimadir qilib olib kelganda shu yerga olib kelmasang men bora olmayman. Ha, bo'pti, hozir nimadir o'ylab topmaman, lekin qarab turing. Tak, arqon bor ekan, arqon bilan olib kelaman bo'lmasa. Ha, shunaqa qilgin. Ha, bo'pti. Arqon yashirib qo'ygandim janob mer uyiga, o'zim bildirmasdan turib janob merga o'shani olib oldim. Arqon bilan bog'lab turib olib kelsam bo'larmikan, yuramikan, lekin menimcha kuchim yetmaydi-yu. Lekin qanaydir qilib ideya qilib turib olib kelishim kerak. Hozir birinchi o'rinda uydan taporimni olamanda. Keyin zabor bilan atrofini o'rab chiqaman. Shunda o'sha zaborni ichiga qamab qo'ysam, qochib ketmaydi ular. O'sha yerda turib turadi, janob mer esa siraz rasm chizib oladi. Keyin u rasmni bilmayman, auksionga qo'yadimi, nimadir qiladi-da. Hozir ana jirafa tomondan borib daraxt olib kelaman. Birato'la jirafani o'zini ham olib kelsam bo'ladi. Daraxtdan olib kelaman, jirafani ham sudrab kelaman birdan arqonga bog'lab. Lekin jirafaning bo'yini rostdan ham uzun ekan bo'yi. Mendan 2-3 ta keladi, balki undan ham ko'p kelar. Bo'yi necha metr bo'ladi bilasizlarmi jirafalarni? Kommentariy yozib qoldiringlar bilsanglar agar. O'rtacha odam bo'yi 180 sm bo'lsa, odamning bo'yidan 3 tacha keladi. Ya'ni 3,5 metrdan 5 metrgacha kelishi mumkin jirafalarning bo'yi. Bu sizlar uchun ma'lumot bo'la qolsin. Filga keladigan bo'lsak, yer yuzidagi eng semiz hayvon, ya'ni eng vazni og'ir hayvon fil hisoblanadi. Fil bosti nima, mashina bosti nima degan gap ham bor. O'shaning uchun filga yaqinlashmaslik kerak. Bosib yuborsa lekin dabdallarni chiqib ketadi. Fillar odamlarga yomonlik qilmaydigan hayvonlar, ularni odamlar qo'lga o'rgatib olgan. Lekin hindistonliklar fillarni nimagadir minib yurishadi. Bu yaxshi ish emas, lekin tak arqon bilan bog'lab olib ketamiz buni. Bizga esa bularni hech qanaqangi qiynash maqsadimiz yo'q, faqatgina rasmi uchun olib boryapman. Rasm chizgandan ko'ra rasmga tushirgan yaxshi, chunki rasm chizish bu yomon ish. Yaxshi ish emas, ya'ni to'g'rirog'i. Xo'sh, buni hozir olib boraman-da, telefonda rasmga olamiz. O'sha telefondagi rasmini chizsa bo'ladi. Janob merga beraman, rasmini chizing deb turib, yoki vobshe chizmaydim, bilmayman, xullas. Birinchi olib borishni hammasini qo'yib olayin. Mana yoniga turib o'zim telefonimga bir ikkita rasmga tushib olaman esdalik uchun, chunki bunaqa hayvonlar bilan boshqa qaytib ko'rishamanmi yo'q bilmayman, chunki qishlog'imizda bunaqa hayvonlarni o'zi topish anchagina qiyin. Xo'sh, hozir qayoqqa qo'ysam bo'ladi? Mana shu yerga olib kelib bog'lab qo'ysam turib turadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Takoy mana shu yerda turasiz biratan. Hozir men atrofingizga zabor qilaman. Birinchi o'rinda bizga verstay kerak, chunki verstay bo'lmasa uni qilish qiyin o'zi. Tak, mana taxtalar olamiz, verstaydan zabor yasab olaman-da, zabordan keyin atrofda o'rib chiqsam bo'ladi. Xo'sh, buni xo'p, nimaga ikkinchi qo'limga oldim? Bo'ldi, mana shu yerda tursin. Hozir bundan cho'p yasab olamiz birinchi o'rinda. 8 ta cho'p yetamikan. Cho'p kam bo'ldi, lekin qaranglar, yana bir ikkita cho'p yasash kerak. Bo'ldi, endi buni hammasini qo'shamiz-da, atrofiga qo'yib chiqamiz. Mana bunaqa takoy qilib. Xo'p, buni olib qo'shamiz. Buni yarmini, 4tasini olib qolamiz, qarochi. Bo'ldi, mana hozir mana bu yerga ikkitasini va mana bu yerga ikkitasini qo'yib yuboramiz. Aytgan cho'p qo'yish esdan chiqibdi. Nechta cho'p olib qo'ysam bo'ladi? Bitta, ikkita olib qo'ysam, menimcha eshikcha yasashga yetsa kerak. 4 ta kerak edimi? Obbo 4 ta kerak edi, mayda. 4 tadan ortiqcha qoldi baribir. Xo'sh, ana endi bu yoqni o'rab chiqish kerak. O'rab chiqsam agar fil ham, jirafa ham ketish kerak, kattaroq qilish kerak o'shaning uchun. Hop, bu yerga bitta qo'yamiz, ustiga bitta va bundan ustiga qo'ymasak, chunki chiqib ketishi mumkin. Bular sakrashni yaxshi ko'radi-yu, yaxshi ko'rmaydi, yaxshi sakraydi demoqchi edim. Men bratandi, qarochi, obbo qo'limga har qo'ysin. Boron, doim shunaqa noto'g'ri qo'yib yuboraveraman. Bo'ldi. Buni mana bu yerdan qo'yib davom ettirib ketaman. Xo'sh, buni ustiga yana qo'yishimiz kerak. Bu tomonga takansa qo'yib kelish kerak va mana bu yerga buni qilib qo'yib, mayli ajuj bo'lib ketdi. Hech nima qilmaydi. Tak, bu tomonga mana qilib qo'yamiz, ustidan bir qator qo'yib chiqish kerak, chunki bular sakrashni biladi, yaxshilab sakrashadi. Hop, mana bu yerdagina arqonni, qanday olsam bo'ladi? To'xtang, birdan siz arqonni bermaysizmi menga? Hozir men uni sindirib olmasam boshqa usulda menimcha olishni iloji yo'q. Boshini ustiga qo'yapti, nima qilyapti bu biratan? Tak, hozir buni sindirib olmasam boshqa usulda olishning iloji yo'q. Mana bunaqa qo'yib qo'yamiz biratan. Bo'yingizni enkaytirib yubormang ko'pincha. Menga tegib ketsa dabdala bo'laman, lekin bor, cho'chiyapman chunki. Arqonda o'g'lan qochib ketmaydi, bu yerda turib turadi, chunki atrofni o'rab qo'ydim-ku. Ana endi filni olib kelamiz, lekin filga menimcha kuchim yetmaydi-yu, chunki fillarning og'irligi, ya'ni vazniga keladigan bo'lsak, 2 tonnadan 5 tonnagacha kelishi mumkin. Bolasini vazni 500 kilodan 1 tonnagacha keladi. Xo'sh, endi tortamiz buni. Ha, davay chiqasan, davay. Arqon uzilib ketdimi? Tushunmadim. Buni tortib chiqarish problemaga o'xshayapti. Qochib shoxlashmayman, qochib tur. Tak, hozir qanday olib chiqsak bo'ladi? Yana bir marta urinib ko'ramiz. Tak, bog'laymiz. Bratan, davay. Pagnali, bratan, pagnali. Chiqa olmayapti-ku. To'xtanglar, buni oldini ochish kerak shekilli. Xo'p, birinchi o'rinda oldini ochib olamiz. Oldini ochgandan keyin menimcha surib ko'rish kerak. Mana bu yerga qo'yib yuborish kerak, suvni ichiga vloglarni. O'shanda to'xtanglar endi. Davay, bratan, ketdik. Chiqasiz, eplaysiz, bratan.
Biratan uyaltiryapsiz lekin boru rostdan вообще uyaltirib tashladingiz odamni. Xo'p, ana endi yer bloklarini maqsad suraymi, tayda qolib ketsam pachaqim chiqib ketadi, lekin u suruv ham bo'lmayapti biratan. Biratan qiroqqa chiqib qolgan, cho'milmoqchi bo'lgan ekanda biratanim. Aytganingiz o'zim tepaga suv chiqarib berib cho'miltirardim, boru shlang bilan, nimadir bilan. Xo'p, mayli, hozir men bu yerga blok qo'yib turib chiqarib olmasam boshqa usulda chiqarish qiyin. Shoxini qaranglar, vobshe g'alat qilyapti. Xo'p, surish kerak. Obbo, suruv ham bo'lmayapti, kuchim ham yetmayapti, qaranglar. Oho, joyimdan qimirlay olmayapman hattoki. Hozir men bu yerda yana bir ikkita blok etsam, nimadir qilib, blok olib borib turib, tagiga qo'yib turib surish kerak-da. Nimadir qilib chiqarishim kerak, nimadir qilib bo'lsa ham. Xo'p, mana tak bu tomonga bu bitta blok qoldi. Hozir bitta blok hech narsani o'zgartirmaydi, o'sha yoqda turib tursin. Yana bir surish ko'rinib ko'raydi. Xo'sh, yur, iltimos, nimaga yurmayapsan? Obbo, bu yuradiganga o'xshamayapti, aniq. Hozir to'xtanglar, yana ya'ni ip bog'lab ko'ramiz. Jibam deyiladi-da, arqon. Hop, tortamiz ana endi. Tortilmayapti. Obbo, nimaga bunaqa bo'lyapti? Hayronman. Buni hozir yana bir ikkita blok olib tashlab chiqarishga harakat qilib ko'rishim kerak. Lekin baribir chiqadiganga o'xshamayapti. Biratan yuring endi, onasini emsin. Men sizni shuncha itaryapman, tortyapman, chiqqingiz kelmayapti. Nimaga unday chiqqingiz kelmayapti? Hayronman. Davay. 1100-urinish, davay. Obbo, yana arqon uzilib ketdi. Bu arqon вообще yupqa arqon ekan. Arqonning kuchi yetmayapti. Nima qilsam ekan, yana bir urinib ko'ray surishga. Davay, biratan yuring, iltimos, sizni ursam bori, meni ham urib tashlaysiz. O'shaning uchun urmaslikka harakat qilyapman maksimalni. Chunki siz hayvonlar urib bo'lmaydi. To'xtang, sizni shu yerga bog'lab ketaman yaxshi. Chunki sizni hozir olib bora olmayman u yoqqa. Siz qochib ketishingiz mumkin. O'shaning uchun bog'lab qo'yaman, turib turasiz edi, xo'pmi? Men borib janob merda aytib kelaman. Kelgandan keyin sizni fotongizni, ya'ni sizni rasmga olamiz telefonga, keyin rasmingizni chizadimi yo'qmi bilmayman, lekin chizmasligi kerak iloji boricha. Xo'p, nima qilsam bo'ladi hozir? Nimadir o'ylab topish kerak. Ana u cho'pon, qaniydi aytgancha cho'ponni topish kerak, chunki cho'ponni ya'ni mol boqar emas, fil boqar topsam, o'sha odam yurg'azishni biladi. O'sha odam yurg'azib olib boradi bizda. O'sha men qurgan joyimga, ya'ni janob merning uyini yo'qligiga, o'shanda bemalol janob mer rasmni ham chizsa bo'ladi, boshqa narsani ham qilsa bo'ladi. Hozir o'sha yoqqa boraman. Birinchi o'rinda o'sha boqar topishimiz kerak, fil boqar topgandan keyin olib boraman o'sha yoqqa. Xo'p, fil boqar, qayerdasiz? Hoy, fil boqar, qayerdasiz, bratanim, qaydasiz? Xo'p, okey, asta. Xo'p, bunisiga ham davay. Oyog'im tushib ketdi, mayli, nichivo. Ana bratan qayoqqa ketdi ekan? Qayoqdandir topish kerak fil boqarni. Fil boqar rostdan ham fil boqarda, u biladi qanaqa yurg'azish kerak, qayoqqa olib borish kerak, nima yeydi, nima qiladi, o'shani biladi-da. Qayoqqa ketdi ekan bular? Bittasi naryoqda yurgandi, jirafasini topib keldim, uni ham topish kerak. Jirafangizni topdim deb ko'rsatishim kerak axir. Lekin hech qayerda ko'rinmayapti. Hozir bo'lib janob merga aytaman, o'zi topadi hammasini. Topgandan keyin birgalikda filni yurg'azib olib boramiz o'sha yoqqa.